Siz dehqonsiz va fermersiz, kartoshka, piyoz va xuddi shunaqa dehqonchiliklar bilan shug'ullanasiz. Biz hozir Xorazm viloyati Urganch tumaniga yetib keldik. Dehqon akamizga 150 million so'mlik muzlatgich ombor qurib berdik. Agarda sizga ham qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Batafsil ma'lumotlar beramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu muzlatgich omborimizga poliuretan sevinch panelli eshiklardan qilganmiz. Zavodskiy Xitoy eshiklari va mana yerga ham polni sevinch panel eshiklardan qilingan. Bu muzlatgich omborimizda hamma muzlatgich omborimizdan ajralib turadigan bir anonsi bor. O'shani videoni oxirida o'rtasida aytaman. Keling. Ko'rishingiz mumkin. Bu muzlatgich omborimiz 2 qavatdan qilingan bo'lib, birinchi qavatiga kartoshka, ikkinchi qavatiga sabzini saqlaymiz dedi dehqon akamiz. Yana o'sha hammadan ajralib turadigan bir anonsi bor ekan. Dehqon akamiz bu yerga lift qurdiryapti ekan. Mana o'zlari temirlarni qo'yib, svarkalab o'zi qo'yibdi ekan. Keyin aytayaptiki, nima uchun 2 qavat qildingiz deb so'rasam, birinchi agarda polni qilsak, pastdagi mahsulotlar tepadagi yuk tushib, ezib qo'yadi, suv chiqib ketadi, keyin chirib qoladi deyapti. Shuning uchun biz 2 qavat qildik, og'irligi tushmasin tepadagi mahsulotlarni pastdagi mahsulotlarga degan maqsadda 2 qavat qildik degan. Keyin ko'pchilik bu yerda taxtadan ishlatilgan ekan. Biz temirdan ishlatdik. Taxta bo'lsa qulab tushishi mumkin degan. Ko'pchilik o'zini xohishiga binoan o'rtasini bo'lib oladi yoki da polni bo'ladi. Bu kishilar polni mustahkam qilib temirdan ishlatgan ekan va liftlargacha ham qilgan ekan dehqon akamiz. Bu birinchi qavati, ikkinchi qavatni ham ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu ikkinchi qavati. Bu yerga dehqon akamiz sabzi mahsulotlarini saqlaymiz dedi. Bu yerga ham gazeta 20 tonna, 30 tonna mahsulotni o'z ichiga sig'dira oladi. Общий jami bo'lib 70 tonnagacha mahsulotlarni, meva sabzavot deysizmi, ekinlar deysizmi, hammasini sig'dira oladi. Agregatimiz 4 parrakli biser bo'lib, ya'ni eng zo'ri desak ham bo'ladi, chunki soatiga 7 kilovat tok sarflaydi. Tepada ko'rsatganimizdek turbo varianti. Bu esa o'shani agregati. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qarang, nima uchun Klimat Center Samarqandni tanladingiz? Narxi bo'yicha hammi, misol uchun O'zbekiston hamma joyini ko'rib chiqdingiz. Ha, hamma. Nima uchun aynan Klimat Center Samarqandni tanladingiz? Hammani ko'rdim. Bu yerda narxi ham yaxshi, sifati ham yaxshi ekan. Juda ham zo'r ekan. Sizga ma'qul keldi? Menga ma'qul keldi. Borib, mana shaxsiyat bilan tanishib, shu yerdan olib qaytdik narsalarni, hamma agregatlarni. Biz siz uchun hozir Samarqanddan keldik. Aynan qanday ekan haqiqatdan bir odzivni olgani keldik. Shuncha joydan bo'lsa ham bir klientdan haqiqatdan ishonchdan chiqdimi, endi mahsulotlaringizni saqlagansiz. Ma'qul bo'lgan bo'lsa, rahmat sizga. Juda ham ma'qul. Ajoyib. Hammasi originallar ekan. Rahmat kattakon sizga. Salomat bo'ling. Xuddi shunaqa muzlatgich omborlar sizga kerak bo'lsa, oziq-ovqat mahsulotlari deysizmi, go'sht mahsulotlari deysizmi, barcha mahsulotlarni saqlaydigan muzlatgich omborlar mini-sovoydan pli-sovoygacha muzlatgich omborlarni qurib beramiz. O'zbekistonning xohlagan nuqtasiga borib, o'rnatib, podключ topshirib beramiz. Bizga murojaat qilish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Sizlar bilan Klimat Center Samarqand bo'ldi.